Usta Xudo xolasa bo'la geldi o'xshaydi usta. Yetirin aka. Uyingizda ikkalin şey ver, men ishim yo'q uni. Siz kim aytdi ki o'sha oldu? Meni usta jabir turam meni. İşlerine bir like basıp ben yaz abonasılar. Assalomu alaykum hurmatli aziz Kerak Tona obunachilari va kuzatuvchilari. Xudo xolasa bizlar uyda ustalar ish boshladi. Usta Dilmurod, usta Ixtiyor akalarim, xudo xolasa. Ixtiyor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, xormang usta? Yaxshimisiz? Ixtiyor akam bu zo'r usta bu. Elat ustalardan birisi. Bular vaqti yo'q, lekin shundan prosta tavsiya etib o'tchekman men bularni. Bu kim bo'ldi? Bu kim bo'ldi? Yine xudo xolasa ustalar ishini boshladi. Hormanglar ustalar, yaxshimisizlar? Usta Dilmurod, qo'shnimiz, ustamiz, akamiz. Dilmurod aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hormang ishlar yaxshimi? Dilmurod aka, endi bilaman siz vaqtingiz yo'q, men lekin odamlarga tavsiya qilib turibman sizni. Vaqtingiz bo'lgan vaqtda belki shu telefon nomerlarini qoldiramiz, shuyerda xalqimizning xizmatini aytasiz, xudo xolasa bilaman. Men yuzib insonlarga shuyerda navoz o'ttirsam, yaxshi insonlar, yaxshi ustalari xalqimga tavsiya etib beribman-da. Siz ham bir tavsiya etib o'tchakman. Telefon nomeringizni qoldirib, qanaq beri ina misol stashiyani hozir qo'yib tursiz, necha bu beton retseptlarni ichish bo'lsa yaxshi bo'ladi buni. Aslında misal bir yaxshi aytib aytsak bo'lsangiz-da. Mishalkani katta kichiligini qaraydi birinchidan. Shunga qarab ne retsept tuziladi. Retsept tuziladi, Ne havo. Havo? Hozir mishalkaga qarab. Men hozir bir katta mishalkada ishlab turibman. 5,5 lopatga semiz salt turibman. 5,5 lopatga. 7 lopatga chega. Chega, aha. 12 lopatga shebin. Shebin, aha. Ancak büyük tutmam bunu. Şundan erkeni zakonunu verelim. Ha. O makan inşallah verelim. Merkeni. Yine. Aziz obunachilar, beri oldin bir 5-6 yil burun buni trotvarni plita deymiz endi nodab aytamiz uni. Yani şu çekkime yağı trotvarni plita jo'ttirdik. Bir ham nevesem yo'q edi. Keyin o'tirishi boshladi, ham betonlarni ko'rsangizlar ayrilib yotibdi. Honda bir anda bütün ayrılıp kaçsam yaxshi emas, bilinmem üçün ne olgan. Kopup yatibdi, netib yatibdi. Shuning uchun aziz obunachilar, ustani gaplashsangizlar ham bir tushunadi, ama bir ine görerler, ayrılıp yatibdi bular. Materialında problema yo'q. Nodese hep beramiz, lekin ba'zi bir ustalar höyletib qislanib, yani hang bitirsam bo'ldi deb ketadidan. Endi bu ustani maqtash emas. Lekin bu usta sizi materialına ayatmıydı. Hem müeci kaçışını ettirip hem üstünde durup üzeri kaçışma bilen teşkerleyip götürerler da. Dilmurod aka, telefon numara aytib bering shu der bir. 94'ten. 94'ten 119. Aha. 23 08. Bemalol xudo xolasa usta Dilmurod Kerbekdan Hazarasib bo'ylab xudo xolasa bemalol xizmatlaringiz bo'lsa bemalol telefon etib aloqa chiqarasizlar. Hammangizga rahmat, sog' salomat bo'linglar e'tibor uchun.